kishi deydi, yer talashib turibdi. Bittasi meniki desa, ikkinchisi meniki deyapti. Shunda Alloh taolo o'sha yerda yotgan siniq g'ishtga til berdi deydi. G'isht siniq ekan. Birodarlar, to'xtanglar, talashmanglar. Men bir zamonlar podshoh edim. Podshohlik qildim. 40 yil bir mamlakatni tebratdim. Keyin o'ldim. Keyin to'proqqa aylandim. 100 yil yotdim. 100 yildan keyin bitta kulol meni ko'za qilib yasadi. Ko'za bo'lib 100 yil turdim. Keyin sindim. Keyin yana to'proqqa aylanib ketdim. 100 yil turdim. 100 yildan keyin meni g'isht qilib qo'yishdi. Da keyin mana bu yoningda turgan devorga terishdi. Ana endi devor nurab, men pastga tushib sinib yotibman. Qo'y, talashma, menikini qo'y. Agar meniki desam, men aytay dedim. Xuddi sizlarga o'xshab ko'p talashganman dedi.